Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Toshkentning eng nufuzli restoranlaridan biri Versal'da bayram shukuhi hukm surardi. Bugun shaharning eng boy qurilish magnati Grand Stroy kompaniyasi prezidenti Rustam akaning yagona qizi Kamilaning 21 yoshga tolishi nishonlanayotgan edi. Kamila. U shunchaki go'zal emasdi. U go'zallik va takabburlikning mukammal uyg'unligi edi. Uning egnidagi ko'ylak Parijdan maxsus buyurtma bilan keltirilgan, narxi oddiy odamning 5 yillik maoshiga teng edi. Uning barmoqlaridagi brilliant uzuklar chiroq nurida ko'zni qamashtirardi. Atrofda oltin yoshlar, vazirlarning ogillari, biznesmenlarning qizlari, mashhur xonandalar. Hamma Kamilaga xushomad qilar, soxta tabassum bilan uning ko'ngli olar edi. Kamila, bugun malikasan, dedi dugonasi Sevara shampan vinosini uzatib. Men har kuni malikaman, Sevara, dedi Kamila beparvo kulib. Bugun shunchaki rasmiy tasdigi. Lekin bu dabdabali hayotning panasida restoran oshxonasiga olib boradigan xizmatchilar yo'lagida bir yigit turardi. Uning ismi Sardor. Sardor 22 yoshda. U Kamilaning kursdoshi edi. Institutda grant asosida o'qiydigan, kechalari ofitsiantlik qiladigan, kunduzlari esa Kamilaning kontrol ishlarini yozib beradigan oddiy yigit. Sardorning egnida ijaraga olingan, biroz katta keladigan kostyum bor edi. Qo'lida esa kichkina, baxmal quticha. Uning yuragi qafasdagi qushdek urardi. U bugun hayotidagi eng katta tavakkalga qo'l urmoqchi edi. 2 bob soxta umidlar. Sardor Kamilani bir kursdan beri sevardi. Jinnilarcha so'zsiz sevardi. Kamila buni bilardimi? Albatta. Ayollar nigohni darrov sezishadi. Lekin Kamila uchun Sardor shunchaki foydali element edi. Sardor, ertaga iqtisodiyotdan imtihonim bor, hech narsani tushunmayapman, yordam berasana, deb jilmayardi Kamila. O'sha birgina jilmayish uchun Sardor tuni bilan uxlamay Kamilaga shpargalkalar tayyorlardi. Sardor, sumkamni ko'tarib turgin, derdi u. Sardor yugurib borardi. Sardor ozicha o'ylardi, u menga ishonadi. U meni boshqalardan ajratadi. Balki boyligim yo'qdir, lekin aqlim va sadoqatim bilan uning yuragini zabt etarman. Bechora, sodda yigit. U bilmasdiki, bori bilan qozi hech qachon do'st bo'lmaydi. Bugun Sardor 6 oy davomida yiggan pullariga, onasining dori-darmonidan, o'zining tushligidan tejab yiggan pullariga kumush zanjir va chiroyli kulon sotib olgandi. Kulon yurak shaklida edi. Bugun aytaman, deb o'yladi u, hamma ketganda emas, hamma borida aytaman. Toki u mening sevgim qanchalik kuchli ekanini bilsin. 3 bob fojiaviy qadam. Bayram avjida. Ortada katta tort kesilishi kerak edi. Musiqa pasaydi. Kamila mikrofonni olib mehmonlarga minnatdorchilik bildirayotgandi. Shu payt Sardor zaldagi olomonni yorib o'rtaga chiqdi. Hamma unga qaradi. Kamila gapdan to'xtadi. Uning qoshlari chimirildi. Sardor, sen bu yerda nima qilyapsan? Ofitsiantlar bo'limi orqa tarafda-ku. Sardorning tomog'i quridi. Lekin orqaga yo'l yo'q edi. Kamila. Tugilgan kuning bilan. U yaqinlashib qutichani uzatdi. Zalda sukunat cho'kdi. Hamma qiziqib qoldi. Bu kim? Nima sovg'a qilyapti? Kamila qutichani oldi. Istehzo bilan ochdi. Ichida ingichka kumush zanjir va mitti yurakcha yotardi. Kamila zanjirni barmog'ining uchi bilan ko'tarib chiroqqa tutdi. Bu nima? So'radi u baland ovozda. Bu senga sovg'a. Kamila, men seni sevaman. Bir kursdan beri. Bilaman, men boy emasman, lekin senga butun dunyoni berishga harakat qilaman. 4 bob sharmandalik jarangi. Bir soniya sukunat. Keyin esa Kamila kulib yubordi. Jarangdor, lekin sovuq va shafqatsiz kulgi. Uning kulgisiga dugonalari, keyin esa butun zal qo'shildi. Sevaman. Kamila zanjirni shilt etib Sardorning ko'kragiga otib yubordi. Seni. Menga. Ko'zguga qaraganmisan hech?
Kamila mehmonlarga yuzlandi. Qaranglar, bu yigit mening uy vazifalarimni bajaradigan qulim. Endi esa o'zini shahzoda deb o'ylayapti shekilli. Sardor, sening bu it boyinbog'ing menga kerak emas. Mening itimning taqinchog'i ham bundan qimmat turadi. Bu so'zlar Sardorga oqdek tegdi. Kamila, nega unday deysan? Men chin dildan emish. Kamila yuzini bujmaytirdi. Sendan arzon oshxona va ternining hidi kelyapti. Yo'qol Kozimdan. Kayfiyatimni buzding. Dadajon, buni chiqarib tashlang. Rustam aka, Kamilaning otasi chetda turgan qoriqchilarga ishora qildi. Ikki barzangi yigit kelib Sardorning qo'lidan ushlashdi. Chiqarib tashlanglar bu gadoyni, dedi Rustam aka. Va ishxonaga aytib qo'yinglar, buni ishdan bo'shatishsin. O'qishidan ham haydalsin. Mening qizimga ko'z olaytirish qimmatga tushishini bilsin. Sardorni sudrab olib ketishdi. U ketayotib oxirgi marta Kamilaga qaradi. Kamila unga qaramasdi. U allaqachon boyvachcha yigitlar bilan shampan ichib kulishardi. Sardorning ko'zlarida yosh emas, olov paydo bo'ldi. Nafrat olov. 5 bob yomg'ir ostidagi qasam. Sardorni restoran orqasidagi axlat qutilari yoniga uloqtirishdi. Tashqarida jala quyayotgandi. Uning ijaraga olingan kostyumi loy bo'ldi. Kumush zanjiri esa kolmakda yotardi. U o'rnidan turdi. Loyga belangan zanjirni oldi. Mushtini tugdi. Yomg'ir uning ko'z yoshlarini yuvib ketardi. Kamila, dedi u tishlarini gijirlatib. Sen bugun mening sevgimni oldirding. Lekin o'rniga boshqa narsani tugdirding. U osmonga qarab baqirdi. Qasam ichaman. Men qaytaman. Shunday boy bo'lib qaytamanki, sen mening oldimda tiz cho'kasan. Sen bugun mendan jirkanib yuz o'girding, bir kun kelib mening oyog'imni opishga zor bo'lasan. Rustam aka, siz esa meni hayotimni sindirmoqchi bo'ldingiz-a. Men sizning imperiyangizni sotib olaman. O'sha tunda Sardor Toshkentdan ketishga qaror qildi. U o'qishdan haydaldi Rustam akaning qo'ng'irog'i bilan. Ishdan bo'shatildi. Uning yo'qotadigan hech narsasi qolmadi. U eski sumkasini yig'ishtirdi. Onasining qabriga borib xayrlashdi. Onasi 1 yil oldin vafot etgandi. Sardor yolg'iz edi. U Rossiyaga emas, Turkiyaga ketishga qaror qildi. Qora ishchi bo'lib emas, biznesni o'rganish uchun. Uning miyasi kompyuterdek ishlardi, unga faqat imkoniyat kerak edi. 6 bob 5 yillik sukunat. Oradan 5 yil o'tdi. Bu vaqt ichida dunyo o'zgardi. Sardor Istanbulda oddiy yuk tashuvchidan boshlab yirik logistika kompaniyasining top menejeriga aylandi. Keyin esa o'zining investitsiya fondini ochdi. U kuniga 20 soat ishladi. Uxlashni, dam olishni unutdi. Uning ko'z o'ngida faqat bitta maqsad bor edi: Versal restorani va Kamilaning masxaraomuz kulgisi. U boyidi. Juda boyidi. Uning hisobida millionlab dollarlar aylanardi. U endi sodda talaba Sardor emas, balki sovuqqon, qattiqqo'l va o'ta zamonaviy biznesmen Sardor Aliyev edi. Toshkentda esa vaziyat boshqacha edi. Rustam akaning, Kamilaning otasi ishlari orqaga keta boshladi. Uning Grand Stroy kompaniyasi katta tenderda yutqazdi. Qurib bitkazilmagan uylar, norozi mijozlar, sud jarayonlari. Kamilachi? Kamila 5 yil ichida erga tegib, ajrashib ulgurdi, eri giyohvand chiqdi. U hamon otasining puliga yashardi, lekin otasining pullari tugab borayotganini his qilmasdi. Dada, menga yangi mashina kerak, Mercedes im eskirib qoldi, deb injiqlik qilardi u. Rustam aka boshini changallab o'tirardi. Qizim, ozgina sabr qil. Hozir inqirozdamiz. Agar shu hafta yangi shahar loyihasini yutib ololmasak, biz bankrot bo'lamiz. Voy, yana o'sha gap. Bir narsa qiling, siz Rustam akasiz-ku. 7 bob sirli investor. Toshkentdagi biznes doiralarida shov-shuv tarqaldi. Chet eldan katta investor kelyapti ekan. U inqirozga uchragan qurilish kompaniyalarini sotib olarmish. Ismi ekan. Kim u? Rustam aka uchun bu so'nggi imkoniyat edi.
Agar u shu investorni o'ziga jalb qila olsa, kompaniyasini saqlab qolardi. Uchrashuv belgilandi. Joy o'sha mashhur Versal restorani. Taqdir hazilini qarang. Rustam aka Kamilani ham olib bordi. Qizim, sen ham bor. Chiroyli kiyin. Investor yosh yigit deyishdi. Balki u bilan til topisharsan. Bizga bu shartnoma havodan ham zarur. Kamila labini burdi. Yana qaysidir semiz chet ellikmi? Mayli, boraman. Faqat zerikarli bo'lmasa bo'ldi. Restoran bo'shatildi. Faqat bitta stol bezatilgan. Rustam aka va Kamila kutib o'tirishibdi. Soat 19, oh. Restoran eshigi ochildi. To'rtta soqchi kirdi. Ularning ortidan baland bo'yli, qimmatbaho, biryoni kostyum kiygan, sochi zamonaviy turmaklangan, ko'zida o'tkir nigohli yigit kirib keldi. Uning yurishi ishonchli, harakati viqorli edi. U stolga yaqinlashdi. Rustam aka o'rnidan turib ta'zim qildi. Xush kelibsiz. Biz sizni intizorlik bilan kutdik, janob. Yigit qora ko'zoynagini sekin yechdi va Kamilaga tikildi. Kamilaning qo'lidagi qadah tushib ketdi. Jarang. U ko'zlariga ishonmadi. Bu yuz, bu ko'zlar. Biroz ulgaygan, soqol qo'ygan, boylik va kuch yogilib turgan bo'lsa ham bu o'sha edi. Sardor, deb yubordi Kamila beixtiyor. Sardor labining cheti bilan kulimsiradi. Sovuq tanish tabassum. Assalomu alaykum, Rustam aka. Salom, Kamila. Tanimay qolasizlar deb qo'rqqandim. U stulga o'tirdi va oyog'ini chalishtirdi. Xo'sh, mening sobiq xo'jayinlarim. Kompaniyangizni qutqarishga keldim. Lekin mening shartlarim juda qattiq bo'ladi. Restorandagi sukunatni Rustam akaning qaltiroq ovozi buzdi. Sardorbek. O'g'lim. Nahotki bu sen? Sardor qo'lini ko'tardi. O'g'lim demang. Biz qarindosh emasmiz. Mensa Global fondi rahbariman. Siz esa bankrot bo'lish arafasidagi Grand Stroy'ning egasisiz. Biznes haqida gaplashamiz. U stolga bir papka tashladi. Bu shartnoma. Men kompaniyangizning 51 aksiyasini sotib olaman va barcha qarzlaringizni yopaman. Rustam aka shartnomani ochdi. Narx qatoriga qaradi va ko'zlari kosasidan chiqib ketdi. Bu nima? $1. Siz ustimdan kulyapsizmi? Mening kompaniyam millionlar turadi. Sardor kuldi. Sizning kompaniyangiz hozir nolga teng. Qarzlaringiz aktivlaringizdan ko'p. Men sizni qamoqdan va sharmandalikdan qutqaryapman. Agar rozi bo'lmasangiz, men hoziroq ketaman. Ertaga banklar ofisingizni muhrlaydi, uyingizni tortib oladi. Kamila esa Kamilaga qiyo boqdi. Avtobusda yurishni o'rganishiga to'g'ri keladi. Kamila chiday olmadi. Sen kimsan o'zi? Kechagina mening sumkamni ko'tarib yuradigan yugurdak eding. Endi kelib dadamga shart qo'yasanmi? Sardor sekin Kamilaga o'girildi. Uning ko'zlarida hech qanday his, na sevgi, na nafrat bor edi. Faqat muz. Ha, men yugurdak edim. Sen esa malika eding. Lekin hozir men xo'jayinman. Sen esa hech kimsan. Sening boyliging, dadangning puli. O'zingning qo'lingdan nima keladi? Hech narsa. Men seni yomon ko'raman, deb baqirdi Kamila. Bu o'zaro, dedi Sardor xotirjam. Xo'sh, Rustam aka. Imzomi yoki bankrotlikmi? Rustam aka qiziga qaradi, keyin o'zining qaltirayotgan qo'llariga. U maglub bo'lganini tushundi. U qalamni oldi va imzo chekdi. Men rozi bo'ldim. Faqat kompaniya nomini saqlab qolaylik. Yo'q, dedi Sardor. Kompaniya nomi o'zgaradi. Phoenix Stroy bo'ladi. Kuldan yaralgan qush. Bu mening ramzim. 9 bob asosiy shart. Kelishdik, dedi Sardor papkani yopib. Lekin bu hammasi emas. Mening yana bitta shaxsiy shartim bor. Qanaqa shart? Pulmi? Uyimmi? So'radi Rustam aka.
Yo'q. Menga sizning uyingiz kerak emas. Menga Sardor barmog'ini Kamilaga togirladi. Qizingiz kerak. Kamila va Rustam aka qotib qolishdi. Nima demoqchisan? Dedi Kamila rangi oqarib. Men senga xotin bo'lmayman. Olsam ham tegmayman. Sardor baland ovozda kulib yubordi. Xotin. Kamila, o'zingga juda yuqori baho bermayapsanmi? Menga xotin kerak emas. Menga yordamchi kerak. Yordamchi? Ha. Ofisimda ishlar ko'payib ketgan. Kofe damlaydigan, qog'ozlarni nusxalaydigan, ofisni tozalaydigan odam kerak. Sening CV rezyumeingni bilaman, injiqlik qilish va pul sarflashdan boshqa hunaring yo'q. Shuning uchun eng quyi pogonadan boshlaysan. Kamila stuldan sakrab turdi. Dada, eshityapsizmi? U meni farrosh qilmoqchi. Meni? Kamilaya. Rustam aka Sardorga iltijo bilan qaradi. Sardorbek, bu ortiqcha. Qizimni kamsitmang. Boshqa narsa so'rang. Sardorning yuzi jiddiy tortdi. Bu muhokama qilinmaydi. Agar Kamila 6 oy davomida mening aytganimni qilib, ofisimda ishlamasa, men shartnomani bekor qilaman va investitsiyani qaytarib olaman. Tanlang, qizingizning gururimi yoki butun oilangizning kelajagimi? Sardor soatiga qaradi. Sizga 1 daqiqa vaqt. Zalda og'ir sukunat. Kamila dadasiga qaradi. Yo'q deng, dada, degandek imo qildi. Lekin Rustam aka boshini egdi. Kamila qizim. Bizda boshqa yo'l yo'q. Dada, siz meni sotdingizmi? Qizim, bu vaqtincha. 6 oy chidagin. Iltimos. Biz ko'chada qolamiz bo'lmasa. Kamila yiglab yubordi. Alamdan, xorlikdan. U Sardorga nafrat bilan qaradi. Men rozi bo'ldim. Lekin bilib qo'y, men seni bir kun kelib oldiraman. Sardor o'rnidan turdi. Ertaga soat 8, da ofisda bo'l. Kechiksang, jarima. Kiyiming, u Kamilaning ochiq ko'ylagiga qaradi. Odamga o'xshab kiyinib kel. Bu yer podium emas. Onbob, do'zaxning birinchi kuni. Ertasi kuni ertalab. Kamila hayotida birinchi marta budilnik ovozdan uyg'ondi. Soat 6:30. Uning boshi og'rirdi. Ko'zlari shishgan. Men bormayman deb o'yladi u, lekin dadasining iltijoli yuzi esiga tushdi. U garderobini titkiladi. Hamma kiyimlari brend, yaltiroq kalta. Zorga bitta oddiyroq oq ko'ylak va qora shim topdi. Mashinasiga o'tirdi. Grand Strike ofisi endi Phoenix Strike shahar markazida edi. Kamila ofisga kirib keldi. Hamma xodimlar unga qarashdi. Ilgari u bu yerga kirganda hamma ta'zim qilardi. Salom, Kamila Rustamovna. Hozir esa xodimlar pichirlashardi. Eshitdinglarmi? Sardor Aliyev kompaniyani sotib olibdi. Kamilani esa kotiba qilib tayinlabdi. Voy, sharmanda. Kechagi malika endi kofe tashiydimi? Kamila bu gaplarni eshitib labini tishladi. U qabulxonaga bordi. U yerda Sardorning yordamchisi Aziza, qattiqqo'l, ko'zoynakli qiz o'tirardi. Kechikdingiz, dedi Aziza soatiga qarab. 8, 5. Sardor aka jarima yozdi. Nima? 5 daqiqa-ku. Bu yerda tartib shunaqa. Kiring, xo'jayin kutyapti. Kamila direktor xonasiga kirdi. Bu xona ilgari dadasiniki edi. Endi esa u yerda Sardor o'tirardi. Xona o'zgargan. Qimmat mebellar, kulrang va qora ranglar. Sardor kompyuterdan bosh ko'tarmay dedi. Stolning ustida latta va chelak bor. Changlarni artib chiq. Keyin menga achchiq qahva damla. Shakarsiz. Kamila qotib qoldi. Men farrosh emasman. Sardor sekin boshini ko'tardi. Sen hozir kim bo'lsang, o'shasan. Shartnoma esingdami? Har qanday topshiriq. Agar xohlamasang, eshik ochiq. Dadangga telefon qilib, men eplay olmadim, uyni bo'shatib qo'ying deyman. Kamila mushtini tugdi. Tirnoqlari kaftiga botdi.
U indamay latta va chelakni oldi. Ombirbob kofe va ko'z yosh. Kamilaning birinchi kuni dahshatli o'tdi. U chang artdi. Qog'ozlarni saraladi, Sardor ataylab aralashtirib tashlagan edi. Tushlikda Sardor unga menga ovqat olib kel, pastdagi oshxonadan, dedi. Ofitsiantlar bor-ku, dedi Kamila. Sen mening shaxsiy ofitsiantimsan. Kamila pastga tushib patnisda ovqat ko'tarib chiqdi. Liftda eski tanishlarini ko'rdi, uyalganidan yuzini burdi. Kechga yaqin Sardor yana bir topshiriq berdi. Menga qahva. Kamila qahva damlab kirdi. Charchagani uchun qo'li qaltiradi. Fintanni stolga qo'yayotganda ozgina qahva to'kilib Sardorning qog'oziga tomdi. Sardor o'rnidan sakrab turdi. Nima qilding? Bu muhim hujjat edi. Qo'ling qiyshiqmi? Uzr, men ataylab qilmadim, uzr emish. Sardor qog'ozni gijimlab Kamilaning ustiga otib yubordi. Qani, yerdagi to'kilgan kofeni art. Tizzalab art. Bu oxirgi tomchi edi. Kamila yiglab yubordi. Sen hayvonsan. Sen sadistsan. Meni qiynashdan lazzat olyapsanmi? Ha, dedi Sardor uning ko'ziga tik qarab. 5 yil oldin sen meni butun el oldida itdek haydaganingda men qanday his qilganimni tushunyapsanmi endi? Bu hali boshlanishi, malikam. Kamila yiglab yerni artdi. Sardor esa deraza oldiga borib shaharga qaradi. Uning yuragi galati og'rirdi. U qasos olyapti, dushmani yerda yiglayapti. Lekin nega u o'zini baxtli his qilmayapti? Nega Kamilaning ko'z yoshlari unga zavq emas, azob beryapti? 12 bob liftdagi to'qnashuv. Kech soat 21, oh. Ofisda hech kim qolmadi. Kamila ishlarini tugatib gandiraklab chiqdi. Liftni chaqirdi. Lift keldi. Ichida Sardor bor edi. Kamila ikkilandi, lekin kirdi. Eshik yopildi. Ikkalasi yolg'iz. Tor joyda. Kamila burchakka qisilib turardi. Uning ko'z yoshlari qurigan, lekin makiyaji oqib ketgan edi. Sardor unga oyna orqali qaradi. 5 yil oldingi mag'rur qizdan asar ham yo'q. Hozir u shunchaki charchagan, siniq qizaloq edi. Birdan lift tars etdi va to'xtab qoldi. Chiroq ochdi. Qop-qorong'u. Voy! Kamila qo'rqib ketib chinqirdi. Tinchlan, Sardorning ovozi eshitildi. U telefonining chirogini yoqdi. Texnik nosozlik. Hozir dispetcherga aytaman. Lekin aloqa yo'q edi. Lift 15 va 14 qavatlar orasida osilib qolgandi. Havo yetishmay boshladi. Kamila qaltiray boshladi. Uning klaustrofobiyasi, yopiq joydan qo'rqish bor edi. Sardor, men nafas ololmayapman. Sardor unga qaradi. Kamila rostdan ham bo'gilayotgandi, ko'ylagining tugmasini yechishga urindi. Menga qara, Sardor unga yaqinlashdi. Vahima qilma. Chuqur nafas ol. Olaman. Hozir tushib ketamiz. Kamila hushini yo'qotib yiqila boshladi. Sardor uni ushlab qoldi. Kamila uning quchogiga yiqildi. Sardorning burniga Kamilaning o'sha tanish atiri hidi urildi. 5 yil oldin uni mast qilgan hid. Sardor bir lahza o'zini yo'qotib qo'ydi. U qasos olishi kerak edi, lekin hozir qo'lida titrayotgan bu ojiz vujudni himoya qilgisi keldi. Kamila, men shu yerdaman. Qo'rqma, dedi u ovozi yumshab. U Kamilani bagriga bosdi. Zulmat ichida 5 yillik nafrat va eski muhabbat to'qnashdi. Lift ichida vaqt to'xtab qolgandek edi. Sardorning quchogida hushiga kelgan Kamila birdan og'zini tortib oldi. U devorga suyanib hansirab nafas olardi. Menga tegma, dedi u zaif, lekin zarda bilan. Sardor qo'llarini cho'ntagiga soldi. Uning yuzidagi bir lahzalik hamdardlik yo'qolib, yana o'sha sovuq niqob qaytgandi. O'zingni bos. Men senga tegishga zor emasman. Shunchaki olib qolishingni xohlamadim. Olik kotiba menga muammo tugdiradi. Kamila qorong'uda uning ko'zlarini qidirdi. Nega bunday qilyapsan, Sardor?
Agar mendan nafratlansang, shunchaki haydab yubor. Nega meni yoningda olib yurib qiynaysan? Sardor biroz jim turdi. Nafrat. U istehzo bilan kuldi. Kamila, sen adashyapsan. Nafrat bu hali ham qandaydir tuyg'u bor degani. Menda senga nisbatan nafrat ham yo'q. Faqat qiziqish bor. Qiziqish. Ha. Sindirish jarayoni qiziq. Bir paytlar Sardor, sendan oshxona hidi kelyapti degan qiz hozir mening oldimda titrab turibdi. Bu men uchun shunchaki biznes loyihadek gap. Sening gururingni sindirish mening eski hobbim. Kamila labini qonatgudek tishladi. Sen o'zgarganman deb o'ylaysan, lekin aslida sen o'sha. Faqat kostyuming qimmatlashgan, xolos. Iching esa bo'sh. Sardor unga yaqinlashdi. Uning nafasi Kamilaning yuziga urildi. Mening ichimni bo'shatgan sensan, Kamila. 5 yil oldin o'sha yomg'irda sen mening qalbimni sug'urib olgansan. Endi esa nolimagin. Shu payt chiroq yarq etib yondi. Lift ishlab ketdi. Eshik ochilganda ular bir-biridan uzoqlashishdi. Tashqarida qo'riqchilar va texniklar turardi. Sardor aka, yaxshimisiz? Uzr, avariya bo'ldi. Sardor jilmaydi, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Hammasi joyida. Ketdik. Kamila orqada qoldi. U lift oynasida o'z aksini ko'rdi, sochlari to'zg'igan, ko'zlari yoshli. Men sinmayman, dedi u o'ziga. Men senga kimligimni ko'rsatib qo'yaman, Sardor. On tort Bob mukammal raqib. Ertasi kuni ofisda galagovur boshlandi. Kamila yana o'sha oddiy kiyimda, qo'lida kofe patnisi qabulxonada turardi. Lift ochilib, ofisga bir ayol kirib keldi. Bu ayol shunchaki go'zal emas, balki hokimiyat va kuch timsoli edi. Baland bo'y, qimmatbaho qizil kostyum, ideal makiyaj va o'ziga bo'lgan cheksiz ishonch. Uning ortidan yordamchilari papka ko'tarib kelishardi. Bu Laylo edi. Sa Global fondining hamkori va Sardorning on qoli. Laylo to'g'ri Sardorning xonasiga qarab yurdi. Aziza, kotiba o'rnidan turib ta'zim qildi. Assalomu alaykum, Laylo opa. Sardor aka sizni kutyaptilar. Kamila chetda turardi. Laylo uning yonidan o'tayotib to'xtadi. Kamilaga boshdan oyoq qaradi. Bu yangi farroshmi? So'radi u Azizadan, Kamilani mensimay. Aziza biroz qizarib, yo'q, bu yangi yordamchi. Laylo kulimsiradi. Yordamchi? Dedini qarang. Ofisni bozorga aylantirib yubormanglar. U shunday deb Sardorning xonasiga kirib ketdi. Kamila joyida qotib qoldi. Farrosh so'zi unga tarsakdek tegdi. Lekin eng yomoni bu emasdi. Eng yomoni Sardorning xonasidan eshitilayotgan kulgi ovozlari edi. Kamila beixtiyor eshikka yaqinlashdi. Ichkarida Laylo Sardorning stoliga o'tirib olgan, Sardor esa unga jilmayib qarardi. Sardor, Istanbuldagi loyiha bitdi. Endi Toshkentni zabt etamizmi? Dedi Laylo va Sardorning galstugini to'g'rilab qo'ydi. Sen bilan har doim, Laylo. Sen mening eng ishonchli odamimsan. Kamilaning ichida galati bir olov yondi. Bu nima? Nafratmi? Yoki rashkmi? Nega men rashk qilaman? Men uni yomon ko'raman-ku deb o'yladi u, lekin Layloning Sardorga tegishi, uning yaqinligi Kamilani telba qilayozdi. 5 yil oldin Sardor faqat Kamilaga shunday qarardi. Endi esa bu nigohlar boshqaniki edi. 15 bob, qahva va qasos. Sardor interkom orqali buyruq berdi. Kamila. 2 kofe. Tezroq. Kamila tishini tishiga qo'yib, kofe damladi. Xonaga kirdi. Laylo divanda oyoqlarini chalishtirib o'tirardi. Sardor uning yonida qandaydir chizmalarni ko'rsatardi. Kamila patnisni stolga qo'ydi. Rahmat, jonim, dedi Laylo Sardorga qarab, lekin kofeni Kamiladan olayotib, ataylab yoki bexosdan turtib yubordi. Issiq kofe Kamilaning qo'liga to'kildi. Ay! Kamila chinqirib yubordi. Voy, ehtiyot bo'lmaysizmi? Dedi Laylo soxta xavotir bilan.
Qolimni kuydirayozdingiz. Sardor, bu qizni qayerdan topgansan? Juda qo'pol ekan. Kamila qoli kuyishiga qaramay Layloga oqrayib qaradi. Siz ozingiz itardingiz. Nima? Laylo qoshini ko'tardi. Menmi? Sardor, eshityapsanmi? U menga tuhmat qilyapti. Sardor o'rnidan turdi. U Kamilaning qip-qizil bo'lgan qoliga qaradi, lekin ko'zlarida rahm yo'q edi. Kamila, Laylodan uzr so'ra. Nima? Kamila quloqiga ishonmadi. U mening ustimga tokdi. Mening qolim kuyib ketdi. Menga farqi yo'q. Sen mehmonni xafa qilding. Uzr so'ra. Yoki shartnoma bekor bo'ladi. Kamila yig'lamaslik uchun labini tishladi. Dadasining yuzi ko'z oldiga keldi. U Layloga qaradi. Laylo g'olibona jilmayib turardi. Kechiring, dedi Kamila zo'rga. Eshitmadim, dedi Laylo. Kechiring, Laylo xonim, deb baqirdi Kamila va yugurib xonadan chiqib ketdi. Sardor eshik yopilgach Layloga qaradi. Bu ortiqcha edi, Laylo. Nega? Laylo yelka qisdi. Sen uni sindirmoqchisan-ku. Men senga yordam beryapman. Yoki hali ham ko'ngling bormi unga? Sardor derazaga o'girildi. Bo'lmagan gap. 16 bob surgun. Ertasi kuni Sardor Kamilani chaqirdi. Tayyorlan. Komandirovkaga ketasan. Kamilaning yuragi hapqirib ketdi. Komandirovka? Balki Parijga. Yoki Dubayga. Qayerga? So'radi u umid bilan. Buxoroga. Cholga. Nima? Bizning Qorako'lda yangi gazni qayta ishlash zavodimiz qurilyapti. U yerda ishchilar yetishmayapti. Sen u yerga borib tabelchi, hisobchi va ombor mudiri yordamchisi bo'lasan. Sardor, sen hazillashyapsanmi? Men cholda. Qurilishda. Bu eng yaxshi biznes maktabi. Agar u yerdan tirik qaytsang, ofisda ishlash senga jannatdek tuyuladi. Men bormayman. Borasan. Mashina pastda kutyapti. Kiyim-kechaklaringni olib kelishdi, onangga aytdim. Telefoningni topshirasan. U yerda aloqa yo'q. Faqat ratsiya. Kamila qarshilik qila olmadi. Uni eski Niva mashinasiga o'tkazishdi. U Toshkentning chiroqlari bilan xayrlashib, chang va issiq chol tomon yo'l oldi. U tushundiki, Sardor uni shunchaki jazolamayapti. U Kamilani butunlay yo'q qilmoqchi. 17 bob do'zax darvozasi. 6 soatlik yo'ldan so'ng mashina manzilga yetdi. Atrofda faqat qum, chang va temir beton konstruksiyalar. Quyosh qizdiryapti, 45 daraja. Yuzlab ishchilar, kranlar, yuk mashinalari. Shovqin, chang. Kamilani bir vagon konteyner oldida tushirishdi. Ularni brigadir Rustam, yogon, qorni katta, sokingan odam kutib oldi. Bu o'sha toshkentlik Malikermi? Dedi u Kamilaga mensimay qarab. Sardor aka aytdi. Ayamanglar, dedi. Kamila changga botgan tuflisiga qaradi. Men qayerda yashayman? Dush bormi? Brigadir kulib yubordi. Dush? Ha, anavi bochkada suv bor, quyoshda isiydi. Tualet esa cholda, xohlagan joyingga boraver. Yashash joying mana shu vagon. 2-chi qavatida oshpaz xotinlar yotadi, sen ham o'shalar bilan. Kamila vagonga kirdi. Temir karavot, yupqa matras, dim havo. Pashshalar go'ngillab yuribdi. U chamadonini quchoqlab o'tirdi. Oyi. Dada. Men uyga ketishni xohlayman. 18 bob, loy va gurur. Birinchi hafta dahshatli o'tdi. Kamilaga maxsus kiyim, kombinezon va kaska berishdi. U ertalab 6da turib ishchilarni ro'yxatga olardi. Ishchilar unga hushtak chalishar, masxara qilishardi. Hoy, Go'zal, mixni ko'tara olasanmi yoki tirnoging sinadimi? Kamila indamasdi. Uning yuzi qoraydi, sochlari chang bo'ldi. Bir kuni omborda sement qoplarini sanayotganda, bir yosh ishchi yigit Azamat unga yordam berdi. Opa. Ogir-ku.
Qo'ying, men sanab beraman. Kerak emas, dedi Kamila qo'pol. Men ozim qilaman. Sardorga hisobot berishim kerak. Sardor aka qattiqqo'l odam. Lekin sizni nega buncha yomon ko'radi? So'radi Azamat. Chunki men bir paytlar uning yuragini sindirganman, dedi Kamila beixtiyor. Endi u mening hayotimni sindiryapti. Shu payt ratsiyadan brigadirning ovozi keldi. Kamila, tez tort sektorga. Beton quyilyapti, sement yetmayapti. Hisobot qani? Kamila yugurdi. Qurilish maydonida yugurish qiyin edi. Oyog'i armaturaga ilinib yiqildi. Tizzasi qonadi. Lekin u yiglamadi. O'rnidan turdi, shimini qoqdi va yana yugurdi. U endi yiglamasdi. Uning ichida galati bir kuch uyg'ongandi. Olsam ham taslim bo'lmayman. Sardor meni sinishimni kutyaptimi? Kutib qoladi. 19 bob xavf ostida. Oradan 2 hafta o'tdi. Sardor Toshkentdagi ofisda o'tirardi. Lekin xayoli joyida emasdi. Brigadir har kuni hisobot berardi. Xo'jayin, qiz chidayapti. Ishlayapti. Shikoyat qilmayapti. Sardor hayron edi. U Kamilani 2 kunda qochib ketadi deb o'ylagandi. Balki qaytararsan, dedi Laylo uning yoniga kelib. Yetar endi, o'yinchoqni sindirib qo'yma. Yo'q. Oxirigacha turadi. Shu payt Sardorning telefoni jiringladi. Brigadir. Ovozida vahima. Sardor aka. Fojia. Nima bo'ldi? Tort sektorda kran troslari uzilib ketdi. Beton plita quladi, xo'sh. Kimdir jarohatlandimi? Kamila. U o'sha yerda edi. Hisob-kitob qilayotgandi. Hozir uni topolmayapmiz, plita ostida qolgan bo'lishi mumkin. Sardorning qo'lidan telefon tushib ketdi. Dunyosi qorong'ulashdi. O'yinchoqni sindirib qo'yma degan gap qulog'ida yangradi. Sindirib qo'yma emas. Oldirib qo'yma. Sardor ofisdan otilib chiqdi. Vertolyotni tayyorlang. Hoziroq Buxoroga vertolyot Qorako'ldagi qurilish maydoniga qo'nganda atrof qiyomatni eslatardi. Sardor yerga sakrab tushdi. Uning egnidagi qimmat kostyum changi belanishiga parvo qilmadi. Brigadir Rustam unga yugurib keldi. Rangi dokadek oqargan. Xo'jayin, biz qidiryapmiz. Sardor uning yoqasidan bo'g'ib silkitdi. Qayerda? Qaysi joyda edi? Anavi plitaning tagida. Azamat degan bola bilan birga edi. Sardor o'sha tomonga yugurdi. U yerda o'nlab ishchilar lom va kuraklar bilan beton bo'laklarini surishga urinishardi. Qochinglar, deb baqirdi Sardor. U o'z qo'llari bilan toshlarni uloqtira boshladi. Tirnoqlari sindi, qo'llari qonadi. Kamila, deb baqirdi u, eshitayapsanmi? Javob ber. Javob yo'q edi. Faqat shamolning uvillashi va kranlarning temir ovozi. Sardorning ko'z oldidan o'tgan 5 yil o'tdi. U qasos olishni orzu qilgandi. Lekin hozir agar Kamila olsa, Sardor ham o'sha zahotiyoq olishini his qildi. Uning boyligi, Phoenix Stroy, qasosi hammasi bir tiyinga qimmat edi. Xo'jayin, bu yerda boshliq bor, deb qichqirdi bir ishchi. Sardor o'sha yerga tashlandi. Ular katta beton bo'lagini ko'tarishdi. Ostida 2 kishi yotardi. Azamat, yosh ishchi, bukchayib olgan, o'z tanasi bilan kimnidir yopib turardi. Uning ostida esa Kamila. Kamila changi belangan, yuzi oppoq, ko'zlari yumuq edi. Boshidan qon sizib oqardi. Kamila. Sardor uni ohista ko'tarib oldi. Uning tanasi sovib borayotgandi. Nafas olyapti, dedi brigadir tomirini ushlab. Lekin pulsi juda past. Sardor Kamilani bagriga bosdi. Vertolyotga. Tez. Toshkentga uchamiz. Eng zo'r reanimatsiyaga. 21 bob oq devorlar sukunati. Toshkentdagi xususiy klinika. VIP reanimatsiya bo'limi. Kamila apparatlarga ulangan holda yotardi.
Sardor koridorda polda o'tirardi. Uning usti-boshi qon va chang edi. U kiyimini almashtirishni ham xayoliga keltirmasdi. Rustam aka, Kamilaning otasi yetib keldi. Keksayib qolgan ota Sardorni ko'rib unga tashlandi. Qizim qani? Nima qilding unga, jallod? Men senga ishonib topshirgandim-ku. Sardor qarshilik qilmadi. Rustam aka uning yuziga musht tushirdi. Sardor yiqildi, labi yorildi. Uring, dedi Sardor past ovozda. Oldirib qo'ying. Men loyiqman. Rustam aka yiglab yubordi va devorga suyanib qoldi. Agar qizimga bir narsa bo'lsa, men seni kechirmayman. O'zimni ham kechirmayman. Doktor chiqdi. Ikkalasi ham sakrab turishdi. Doktor. Ahvoli og'ir, lekin barqaror, dedi shifokor. Bosh miya chayqalishi va bir nechta qovurga sinishi. Lekin eng xavflisi ichki qon ketish edi, uni to'xtatdik. Hozir u komada. Hamma narsa uning organizmiga bog'liq. U yashaydimi? So'radi Sardor. Umid bor. 22 bob iblisning ko'z yoshi. Sardor Kamilaning palatasiga kirdi. Kamila oppoq choyshabda yotardi. Uning yuzi shunchalik ma'yus va begunoh ediki, Sardorning yuragi ezilib ketdi. U kursi olib karavot yoniga o'tirdi. Kamilaning sovuq qo'lini ushladi. Bu qo'llar bir paytlar manikyur qilingan, uzuklar taqilgan edi. Hozir esa tirnoqlari singan, terisi qop-qora, qadoq bosgan. Bu Sardorning mehnati edi. Sardor yuzini o'sha qadoq qo'llarga bosib yiglab yubordi. Milliarder, shafqatsiz biznesmen Sardor Aliyev yiglardi. Kechir meni, Kamila, deb pichirladi u, men seni sindirmoqchi edim. Lekin o'zim sindim. Men seni yomon ko'raman deb o'ylardim. Lekin men seni har kuni, har daqiqa sevgan ekanman. 5 yil davomida faqat seni o'ylab yashabman. Seni ko'rish uchun, senga isbotlash uchun boyidim. Endi esa boyligim sening bitta kiprigingga arzimaydi. Iltimos, qayt, dedi u iltijo qilib. Ko'zingni och. Meni sok, hayda, yuzimga tupur. Faqat tirik bo'l. Eshik tirqishidan bu manzarani Laylo kuzatib turardi. Uning qo'lida gullar bor edi, soxta xushmuomalalik uchun olgandi. Lekin Sardorning ko'z yoshlarini, uning iqrorini eshitib, Layloning ichida rashk vulqoni portladi. Demak, shundaymi, deb o'yladi u tishlarini gijirlatib. Sen uni sevasan. Hali ham sevasan. Men senga 5 yil sadoqat bilan xizmat qildim, yoningda turdim. Bu qiz esa seni xor qildi. Va sen baribir uni tanladingmi? Laylo gullarni axlat qutisiga tashladi. Sardor, sen katta xato qilding. Agar Kamila olmasa, men uning tirikligini do'zaxga aylantiraman. 23 bob uyg'onish. 3-kun. Sardor palatadan chiqmadi. Ovqat yemadi. Tunda Kamilaning barmoqlari qimirladi. Sardor cho'chib ketdi. Kamila. Kamilaning kipriklari pirpiradi. U sekin ko'zini ochdi. Xira nigoh. Shifoxona chirog'i. Va Sardor. Soqoli o'sgan, ko'zlari qizargan, charchagan Sardor. Kamila quruq lablarini qimirlatdi. Suv. Sardor shosha-pisha stakanga suv quydi, naychani uning labiga tutdi. Kamila suv ichdi. Keyin Sardorga uzoq tikildi. Men oldimmi? So'radi u pichirlab. Yo'q, jonim. Sen tiriksan. Sen biz bilansan. Kamila jonim sozini eshitib hayron bo'ldi. Bu sozni Sardor 5 yil oldin aytgandi. Nega meni qutqarding? Dedi Kamila ko'zidan yosh oqib. Olsam qutularding-ku. Rejang amalga oshardi. Sardor uning qo'lini opdi. Ahmoqman men. Eramizdan avvalgi yirtqichman. Kamila, men shartnomani yirtdim. Dadangning kompaniyasi o'ziga qaytdi. Sen ozodsan. Endi seni hech kim qiynamaydi. Kamila unga ishonqiramay qaradi. Sen meni qo'yib yuborasanmi? Ha. Faqat tuzalib ket. Keyin xohlagan joyingga ketishing mumkin.
Parijgami, Dubaygami? Kamila ko'zini yumdi. Men Buxoroga qaytmoqchiman. Sardor qotib qoldi. Nima? U yerda. Azamat tirikmi? Meni qutqargan bola. Ha, u yengil jarohat oldi. Tirik. Men unga rahmat aytishim kerak. Va ishim chala qoldi. Men toshkentlik malika emasman endi. Men boshlagan ishimni tugataman. Sardor unga hayrat bilan qaradi. Bu eski Kamila emasdi. Bu olim bilan yuzlashib qaytgan, ulgaygan ayol edi. 24 bob ochiq dushmanlik. Kamila tuzala boshladi. Bir haftadan keyin uni oddiy palataga olishdi. Sardor har kuni kelardi, lekin ichkariga kirmasdi. U o'zini aybdor his qilgani uchun Kamilaning ko'ziga ko'rinishga botina olmasdi. Faqat eshikdan mo'ralab ketardi. Buning o'rniga Laylo hujumga o'tdi. Bir kuni Laylo Kamilaning palatasiga kirdi. "Salom, qahramon", dedi u zaharxanda qilib. "Tirik qolibsana. Mushukdek joning bor ekan." Kamila o'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin qovurgasi og'ridi. "Nima kerak sizga?" Laylo uning karavoti ustiga bir konvert tashladi. "Bu yerda samolyot bileti bor. Nyu-Yorkka. Bir tomonga. Va hisobingga $100,000 o'tkaziladi." "Tushunmadim." Kamila hayron bo'ldi. "Sardor seni ko'rishni xohlamaydi", dedi Laylo yolg'on gapirib. "U senga rahmi kelgani uchun kasalxonaga olib keldi. Lekin endi sen unga yuksan. U menga uylanmoqchi. Bizning to'yimiz yaqinda. Sen esa bu yerdan yo'qolishing kerak. Agar ketmasang, dadangning kompaniyasini yana bankrot qilamiz. Bu safar butunlay." Kamila konvertga qaradi. Sardor unga uylanmoqchimi? Layloga. Demak, o'sha ko'z yoshlar, "Seni sevaman" degan gaplar hammasi shunchaki shok holatidagi gaplarmidi? Yoki Laylo rost gapiryaptimi? Kamila Layloga qaradi. "Agar Sardor meni ketishimni xohlasa, o'zi kelib aytsin. U senga vaqt ajratmaydi. U band. Xullas, o'ylab ko'r. Dadangning tinchligini xohlasang, ketasan." Laylo chiqib ketdi. Kamila derazaga qaradi. Pastda Sardorning mashinasi turardi. Lekin Sardorning o'zi ko'rinmasdi. "Balki rostdir", deb o'yladi Kamila. "Men unga kimman? Sobiq dushman. Endi esa shunchaki muammo. Laylo esa uning tengi. Boy, aqlli, kuchli." Kamilaning yuragida yana og'riq turdi. Lekin bu safar jismoniy emas, ruhiy og'riq edi. U Sardorni sevib qolganini tushundi. Uning qattiqqo'lligi ortidagi gamxo'rlikni, liftda uni qutqarganini, ko'zlaridagi dardni ko'rgan edi. Lekin kech. Juda kech Kamila qaror qabul qildi. U Sardorning baxtiga to'sqinlik qilishni xohlamasdi. Agar Sardor Layloni tanlagan bo'lsa, demak Kamila chekinish kerak. U dadasining tinchligini o'yladi. Kamila kasalxonadan chiqishga ruxsat so'radi. Shifokorlar qarshilik qilishdi, lekin u qat'iy turib oldi. U Laylo tashlab ketgan konvertni ochdi. Ichidagi $100,000 oldi va yirtib tashladi. "Men sening sadaqangga zor emasman, Laylo. Men o'z yo'limni o'zim topaman", dedi u ichida. Samolyot biletini ham yirtib tashladi. U Nyu-Yorkka emas, oddiy poyezdga bilet oldi. Qayerga? Buni hech kim bilmasligi kerak edi. Ketishdan oldin u Sardorga xat yozdi. Qog'ozga ko'z yoshlari tomardi. "Sardor, 5 yil oldin men seni sindirgandim. Sen esa meni sindirding. Hisob-kitob tugadi. Sen g'olibsan. Laylo bilan baxtli bo'l. Meni qidirma. Men endi o'sha erkak Kamila emasman. Men o'z yo'limni topdim. Xayr." U xatni palatadagi tumbochka ustiga qo'ydi va chiqib ketdi. 26 bob sotqinning fosh bo'lishi. Sardor ofisda Laylo bilan loyiha smetasini ko'rib chiqardi. Ichida esa gashlik bor edi. Nega Kamila jim? Nega telefon qilmayapti? Eshik taqilladi. Kotiba Aziza kirib keldi.
Uning rangi oqargan, qo'lida planshet bor edi. Sardor aka, sizga bir narsani ko'rsatishim kerak. Hozir vaqtim yo'q, Aziza. Bu Kamila haqida. Va Laylo opa haqida. Laylo sergak tortdi. Aziza, nimalar deyapsan? Chiqib ket, deb buyurdi Laylo. Lekin Sardor Azizaga qaradi. Gapir. Aziza qaltirab planshetni uzatdi. Kecha Laylo opa Kamilaning palatasiga kirganda men kasalxonaga borgandim. Sardor aka, siz dori olib borishni buyurgandingiz-ku. Eshik ochiq ekan. Men suhbatni eshitib qoldim va diktofonga yozib oldim. Chunki Laylo opa doim menga tahdid qilib kelardi, o'zimni himoya qilish uchun yozgandim. Sardor play tugmasini bosdi. Xonada Layloning zaharli ovozi yangradi. Sardor seni ko'rishni xohlamaydi. U menga uylanmoqchi. Agar ketmasang, dadangning kompaniyasini yana bankrot qilamiz. Sardorning yuzi qorayib ketdi. Uning ko'zlarida shunday gazab yondiki, hatto Laylo ham qo'rqib ketdi. Sardor o'rnidan turdi. Stolni shunday qattiq mushtladiki, kofe finjani uchib ketib, devorga urilib sindi. Sardor, men tushuntiraman. Laylo unga yopishdi. Men buni sening foydang uchun qildim. U qiz senga to'g'ri kelmaydi. U seni pastga tortadi. Biz ikkimiz imperiya quramiz. Sardor Layloning qo'lini siltab tashladi. Sen iblissan. Mening foydam. Sen mening hayotimni hal qilishga kim huquq berdi? Sardor Azizaga qaradi. Qo'riqchilarni chaqir. Layloni olib chiqib tashlashsin. Va uning barcha hisoblarini muzlatib qo'yinglar. U Global'dan haydaldi. Unga tegishli barcha aksiyalarni musodara qilinglar. Shartnomada xiyonat bandi bor edi. Laylo baqirib yiglab, sudrab olib chiqib ketildi. Sardor, afsuslanasan. Sensiz hech kimsan. 27 bob poyga. Sardor kasalxonaga qo'ng'iroq qildi. Kamila qayerda? U chiqib ketdi. 1 soat bo'ldi. Sardor mashinasiga yugurdi. Mercedes shahar ko'chalarida uchib ketdi. Qayerga borishi mumkin? Uygami? Sardor Rustam akaning uyiga bordi. Rustam aka hovlida yiglab o'tirardi. Ketdi. Qizim ketdi. Menga xat qoldiribdi. Qayerga? Bilmayman. Vokzalga ketyapman deb yozibdi xatida. Vokzal. Sardor soatiga qaradi. Poyezdlar jadvalini esladi. Buxoroga ketadigan poyezd 40 daqiqadan keyin jo'naydi. Yoki Moskva. Sardor gazni bosdi. Mashina tezligi 180 km/soatga chiqdi. Radarlar, qizil chiroqlar unga baribir edi. Faqat ulgurishim kerak. Ikkinchi marta yo'qotolmayman. Vokzal. Odamlar gavjum. Sardor yugurib kirdi. U har bir qizga qarab Kamilani qidirardi. Toshkent, Buxoro poyezdi. 3 platforma. Poyezd signal berdi. Eshiklar yopila boshladi. Sardor platformaga yugurib chiqdi. Vagonlar sekin harakatlana boshladi. Sardor derazalarga tikildi. Ana, oxirgi vagonning derazasida ma'yus nigoh. Kamila. U derazaga boshini qo'yib yiglab o'tirardi. Kamila, deb baqirdi Sardor. U poyezd ortidan yugurdi. Kamila uni ko'rdi. Ko'zlariga ishonmadi. Sardor poyezdga yetib oldi. Eshik tutqichiga osildi. Provodnik, kuzatuvchi baqirdi. Jinni bo'ldingizmi? Tushing. Sardor eshikni kuch bilan ochdi va ichkariga sakrab kirdi. 28 bob vagon tamburidagi iqror. Sardor vagon yo'lagida hansirab Kamilaning kupesiga kirib bordi. Kamila o'rnidan turdi. Sardor, sen nima qilding? O'zingni o'ldirmoqchimisan? Sardor unga yaqinlashdi. Hech narsa demasdan mahkam bagriga bosdi. Kamila qarshilik qilmoqchi bo'ldi, lekin kuchi yetmadi. U ham Sardorni quchoqladi va yiglab yubordi. Nega kelding? Laylochi.
Laylo yo'q, dedi Sardor uning sochlarini silab. Hech kim yo'q. Faqat sen va men. Laylo seni aldagan. Men unga uylanmoqchi emasdim. Men faqat seni sevaman, tentakkinam. Kamila uning ko'ksidan itarib ko'zlariga qaradi. Lekin biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Men seni xor qilganman. Sen esa meni sindirding. Bizning ortamizda faqat og'riq bor. Og'riq tugadi, dedi Sardor. Endi faqat davolash qoldi. Sardor cho'ntagidan bir narsa chiqardi. Bu uzuk emas edi. Bu o'sha eski, qorayib ketgan kumush zanjir va yurakcha edi. 5 yil oldin Kamila uloqtirib yuborgan, Sardor esa loydan olib saqlab qo'ygan arzon zanjir. Sardor bir tizzasiga cho'kdi, poyezd tebranib ketayotganiga qaramay. Kamila Rustamovna. 5 yil oldin men senga shu zanjirni berib, butun dunyoni va'da qilgandim. Sen kulganding. Hozir menda butun dunyo bor, pullar, kompaniyalar. Lekin sensiz bu dunyo menga tenga qimmat. U zanjirni Kamilaga uzatdi. Bu zanjir mening sadoqatim ramzi. U brilliant emas, oddiy kumush. Lekin u haqiqiy. Menga xotin bo'lma, menga chori bo'lma. Menga tengdoshim bo'l. Mening sherigim, mening do'stim, mening muhabbatim bo'l. Sardor Kamilaning ko'zlariga tikildi. Men bilan noldan boshlaysanmi? Boylik uchun emas, shunchaki Sardor bo'lganim uchun. Kamila yiglab turib kulib yubordi. U zanjirni oldi. Bu zanjir o'shanda juda xunuk ko'ringandi, dedi u burnini tortib. Hozir esa dunyodagi eng chiroyli narsaga o'xshayapti. U Sardorning bo'ynidan quchoqladi. Roziman. Faqat bitta shart bilan. Yana shartmi? Kuldi Sardor. Buxoroga boramiz. Men o'sha zavodni bitirishim kerak. Men endi chala ish qilishni yomon ko'raman. Sardor o'rnidan turib uni ko'tarib oldi. Boramiz. Sen zavodni boshqarasan. Men esa senga yordamchi bo'laman. Kofe tashiyman. Ikkalasi ham kulib yuborishdi. Poyezd esa ularni baxt tomon olib ketardi. Epilog 3 yil o'tib. Phoenix Stroy nomi o'zgarmadi, O'rta Osiyoning eng yirik qurilish kompaniyasiga aylandi. Buxorodagi zavod ishga tushirildi. Ochilish marosimida Kamila boshida kaska, egnida kostyum, qizil lentani kesdi. Uning yonida Sardor va kolyaskada kichkina o'gilchasi Samir turardi. Rustam aka bobosi nevarasini o'ynatib yurardi. U endi biznesdan ketgan, faqat bog'bonlik va nevarasi bilan band edi. Laylo. U firibgarlik uchun qamalib chiqdi va hozir chet elda qandaydir mayda ishlar bilan yuribdi degan gaplar bor. Sardor Kamilaning belidan quchdi. Charchamadingmi, xonim direktor? Kamila bo'ynidagi o'sha oddiy kumush zanjirni ushlab qo'ydi. U uni hech qachon yechmasdi, garchi seyfida $1,000,000 brilliantlar tursa ham. Yo'q. Men baxtliman. Aytgancha Sardor aka, menga kofe olib keling. Shakarsiz. Sardor xo'p bo'ladi, malikam, deb ta'zim qildi va kulib yubordi. Haqiqiy boylik bu bankdagi hisob emas. Haqiqiy boylik sinovlardan o'tib bir-birini qayta topgan ikki yurakdir.